Ona bu bizni shu qadar sevadigan zotki, vaqt kelsa hatto o'zimiz ham u muhabbatni qadriga yetmaymiz. Ona bu o'sha bizdan yaxshi inson dunyoda yo'q deb aytuvchi zotdir. Ona bu bizning xursandchiligimizga suyunadigan va xafa bo'lsak kuyunadigan zot. Ona bu shunday zotki, biz usiz yashay olmaymiz. Ona bu biz uchun borliq, hayot demakdir. Bizni onamiz yo'q, lekin otamiz bor. U ham seni jonidan ortiq sevadi. Tushundingmi? Kela qol quchog'imga. Birinchi o'rin.